Sizlar bilan qiladigan sayohatimiz Marg'izor qishloq hududida joylashgan to'g'aylarga, ya'ni birinchisi Pop to'g'ayi deb nomlanadigan to'g'ayga, ikkinchisi esa haqiqiy Marg'izor to'g'ayi, ya'ni O'rmonzor manzarasi tomon yuzlanamiz. Shu manzarani tomosha qilib, tabiat manzarasidan, tabiiylikdan bahra olamiz do'stlar. Albatta bizni sayohatimiz, bu kichik sayohatimiz albatta o'zimizni transportimiz, ushbu transportimiz orqali bo'ladi. Velosipedda hozir Marg'izor qishloq hududidagi Pop to'g'ayi deb nomlanuvchi hududga kirib boryapmiz. Bu yerda bilamiz do'stlar, ko'l bor, kattagina. Mana shu tabiiy ko'l manzarasini, daryo manzaralarini sizlar bilan birga baham ko'ramiz do'stlar. Demak, videoni o'tkazib bermang do'stlar. Biz bilan birga bo'ling. Biz dastlab Pop to'g'ayi tomon yuzlanamiz. Qilay, aziz do'stlar, o'xshayapti manzara. Hozir to'g'risi gap, ko'z oldingizga nima kelyapti? Hammamizni yoshligimizda o'qigan ertaklarimiz yoki bo'lmasa ertak kinolarimiz keldimi beixtiyor. Mana bundoq O'rmonzor, Qamizdor ko'l va o'rmonning ichida uycha. Ana shundoq ertak manzarasi beixtiyor ko'z oldingizga keldimi? Bu yer ham xuddi shundoq bo'lyapti. Faraz qiling, o'rmonda ketayotib adashib, yo'l yo'qotib adashib qoldingiz. Oldingizdan ketdingiz, oldingizdan beixtiyor uycha chiqib qoldi. Uychani taqillatasiz. Kim bor ekan? Xuddi shunaqa do'stlar, ertak mana bu tomon ko'l manzarasi. Faqat ko'lni nima desam bo'lar ekan? Butun sathini qamish bosib ketganligi uchun aniq tasvirga olish imkoniyati bo'lmayapti. Hozir ko'lning oldiga yaqinlashamiz. Ko'lning oldiga hozir yaqinlashamiz do'stlar. Mana atrof yoni ko'l. Qolgan atrofi daraxtzor, go'yoki o'rmonzor. Hozir ko'lning yoniga yaqinlashamiz ozgina. Mana shu bepoyon Qamizdor ko'l hisoblanar ekan. Mana ko'rib turibsizlar do'stlar, suvni. Mana shu katta qamish bosgan maydon bu ko'l hisoblanadi. Ya'ni Marg'izor qishloq hududida joylashgan o'ziga xos tabiat landshafti saqlangan ko'l.